Xo'p, demak, ochiq-urug'larni haqida gaplashayotgandik. Ya'ni ochiq-urug'lar yer yuzida 700 ga yaqin turi bor. Hayotiy shakli daraxt va buta, demak, o't hayotiy shakli mutlaqo yo'q. Hammasi yog'ochlashgan hayotiy shakl, urug'lar orqali ko'payadi. Gulli o'simliklardan farq qilib, o'sha mevasi ichida emas, urug'i qubbalarda yetiladi. Qaysi-qaysilar kiradi? Archa, savur, qarag'ay, qora qarag'ay va sekvoya dendron kabi o'simliklar, demak, ochiq urug'li o'simliklarga kiradi. Archa bo'yi 20 metrligini aytdik, ya'ni ular tog'ning pastki qismida ular baland o'sadi. Tog'ning yuqori qismida esa ular bo'yi past bo'ladi, sabab o'sha shamoldan himoyalanish uchun. Bargi yoki ignasimon yoki tangachasimon. Endi ikki xil turi bor. Zarafshon archasining deylik, ikki xil uyi bor, ikkita uyi bor. Ba'zi tuplarda faqat changchili qubba, ya'ni chang yetishtirib beradi. Ikkinchisi esa ba'zilarida faqat urug' kurtakli qubbalar bor. U ya'ni urug' kurtak ichida arxigoniy ichida esa tuxum hujayra yetishtirib beradi. Demak, bu ikki uyli deyilishining sababi ba'zi tuplar faqat urug'chi, ba'zilari esa faqat changchilik vazifasini bajarganligi uchun ekan. Xo'p, urug'lanishi yakka urug'lanish, ya'ni faqatgina tuxum hujayra urug'lanadi. Tuxum hujayra nima ichida? Arxigoniy ichida. Arxigoniy demak, sporalilarda ham bor, ularda ham saqlanib qolgan. Arxigoniy esa urug' kurtak ichida. Ya'ni mana bu joyda. Urug' kurtakda arxigoniyda tuxum hujayra yetiladi. Changchi esa o'sha changchili qubbalarda tangachalarida changdonlar ichida esa changlar yetiladi. Chang kelib urug'lantirganda o'sha vegetativ hujayra changnayni hosil qiladi, generativ hujayra esa ikkita spermiy hosil qiladi. Spermiylarning biri tuxum hujayra bilan qo'shilsa, ikkinchi spermiy o'sha arxigoniyda qo'shilish uchun hujayra bo'lmaganligi uchun yakka holatda qolib ketadi. Shuning uchun ham endosperma bularda spermiydan paydo bo'ladi. Shu sababdan urug' katta miqdorda ozuqa jamg'ara olmaydi. Juda ham mayda va yengil bo'ladi. Bunga isbot sifatida sekvoya dendronining o'sha 196 mingta urug'i 1 kilogramm massaga ega bo'lishini keltirsak bo'ladi. Urug'langandan keyin qubbachadagi o'sha tangachalari tez o'sa boshlaydi, tez o'sib o'ralib oladi. Ya'ni mana bunda ko'rsak bo'ladi. Mana qarag'ayni ko'rgansiz. Endi biz hozir archa mavzusidamiz. Hammasida ham shunday lekin. Hammasida ham mana bunday ochiq turgan holatda bo'ladi dastlab urug'lanib olguncha. Urug'langandan keyin zich yopiq holatga o'tadi. Ya'ni mum smola yordamida mana. Mum yoki smola yordamida ular qalin ettor po'st bilan qoplanadi va 2 yil yoki 3 yil mobaynida archalarni o'sha urug'i pishadi, yetiladi. Yetilgandan keyin to'kilib, o'sha urug'lardan o'sib chiqishi mumkin. 3 ta turi bor. O'zbekistonda 3 ta turi bor, O'rta Osiyoda esa 7 ta turi bor. Zarafshon, Turkiston va Savr archalari O'zbekistonda o'sadi. Virgin archasi ekiladi, ya'ni tabiiy holatda uchramaydi. Vatani Shimoliy Amerika. Manzaralilardan Sharq savuri ham bor. Archaga o'xshab ketadi, bargi va tana tuzilishi. Eslab qolasiz, tana tuzilishi degani, ya'ni shoxlari, balandligi, bo'yi, poyasining tuzilishi archaga o'xshab ketadi. Bir qaragan odam archa deb o'ylaydi. Faqat farqi nimada? Yosh novdalarining shoxlanishi. Ya'ni kichik yoshdagi o'sha novdalar shoxlanishi archadan farq qiladi. Va qubbalarda ham choklar tekis emas. Notekis choklar bilan ochiladi. Pishgan vaqtda mana bunday ochilishi kerak. Pishgan qubbasi o'sha ochilgan vaqtida notekis choklar bilan ochiladi mana. Yetilgan qubba mana 6-chidagi. Qarag'ay turkumi, bu ham ochiq urug'li. Qarag'ay turkumdan qarag'aydoshlar oilasiga emas, oilasi ham qarag'aydoshlar. O'zi ochiq urug'lar ikkinchi nom qarag'ay toifa. Oddiy qarag'ay sistematika qil desa eng oson o'simlik mana shu bo'ladi. Oddiy qarag'ay turkum, qarag'aydosh oila, ochiq urug'li desa ham bo'ladi, qarag'ay toifa desa ham bo'ladi. Baribir ochiq urug'li degan ma'noni bildiradi. Turkumning 100 ga yaqin turi o'sadi, asosan o'sha Shimoliy yarimshar yoki Yevropa, Osiyo, Amerikada katta-katta qarag'ay o'rmonlari bor. O'zbekistonda tabiiy holatda qarag'ay o'smaydi. Tabiiy yo'q. Ya'ni o'zi o'sib chiqqan qarag'ay yo'q. Faqat ekiladi 10 ga yaqin tur. Sun'iy ekilgan. Eng yaxshi yog'ochbop va manzarali. Shuning uchun ham ko'chalarimizda qarag'ay juda ham ko'p uchratishimiz mumkin. Mana archa bilan qarag'ayning menimcha hamma farqiga boradi. Mana qarag'ayning barglari uzun, ninasi. Uzun ingichka. Xo'p, oddiy qarag'ay eng keng tarqalgani bo'lsa, bir uyli yoriqsevar. Bir uyli deyilishining sababi nimada? Demak, bitta tupda changchilik qubbasi ham, urug'chilik qubbasi ham, urug' kurtaklik qubbasi ham bitta tupda yetilganligi uchun bir uyli iborasini ishlatamiz bu o'simlikka nisbatan. Xo'p,
Mana bu joyda turibdi. Mana bu sariq rangdagilar changchili qubba bo'ladi. Novdalarning uchida joylashgan. Past tomondagi novdalarda ko'proq bo'ladi. Ikkinchisi mana bu urug' kurtakli qubbalar. Mana bu urug' kurtakli bular barchasi. Mana bu changchili qubbada mana kichik tangachalar bor. Mana bunday qilib ko'rsatay. Mana kichik tangachalar bor. Mana bu tangachalarning ostki tomonida adashmasam shunday edi. Tamam, matn bilan ko'rsatib o'taman sizga yana. Mana. Changchili qubba. Spiral shaklda o'rtada o'q o'tgan. O'qdan tangachalarning ostki tomonida changdonlar o'rnashgan. Mana bu joyda. Tangachaning ostida changdon o'rnashgan. Mana shu tangachalarning ostida. Changdonlar ichida chang bor. Endi ikkinchi qubba mana bu yashil rangdagi qubbalar yoki mana bu yetilgan holat. Ularning ham mana tangachalari bor. Bu tangachalarning ustki tomonida urug' kurtak bor. Demak, urug' kurtak tangachaning ustida bo'ladi. Changdon tangachaning ostida bo'ladi. Boshqa qubbaning. Ikkalasi ikkita qubba, lekin changdonli yoki changchili qubba va urug' kurtakli qubba bitta tubda joylashganligi uchun bir uyli deyiladi. Buning ostida changdonlar yorilgan vaqtda changlar kelib, mana urug' kurtakli qubbani urug'lantirish kerak va bu jarayonda hosil bo'ladi. Mana urug' kurtakli qubbalarda urug'. Mana bu changdonlilar shuning uchun faqat bahorda bor, yoz-kuz oylarida bo'lmaydi. Urug'langandan keyin tabiiyki bu ham mana bunday yopiq smola bilan o'raladi. Keyinchalik 2-3 yilda pishgandan keyin yana qubba ochiladi. Qarag'ay 2 yilda pishadi. Bargi mana bunday ignasimon va har bir novdada ikkitadan barg bo'ladi. Mana bargini ko'rsatgan ikkinchi raqamda mana 2 dona. Siz ham bargini yulib ko'radigan bo'lsangiz, o'sha ignasimon 2 dona bargi tagi bilan birlashgan bo'ladi. Ya'ni bitta novdada ikkita bargi bor. Ignasimon uzunligi 5-7 santimetr deb beryapti, lekin undan uzunroq bo'lishi ham mumkin. Xo'p, yog'och uchun, undan tashqari texnik spirt uchun buni ekiladi. Tabiiy holatda esa O'zbekistonda o'smaydi. Och yashil rangdagi o'simlik. Oliy nav qog'oz ham olish mumkin. Qog'ozni ham eng tozasi olinadi. Xo'p, keyingisi. Yopiq urug'li o'simliklar haqida ma'lumot. Yopiq urug'li degani, ya'ni urug'i ochiq holatda, mana qubbaning usti ochiq emas, balki meva ichida hosil bo'ladi degan. Va yopiq urug'lar ikkinchi nomi gulli o'simliklar, chunki barchasi gullaydi. Yopiq urug'limi gullaydi. Guli chiroylimi, xunukmi, ko'rinmasa ham gullaydi. Misol yopiq urug'larga terak misol bo'ladi, ajriq misol bo'ladi yoki bug'doy misol bo'ladi. Ularni gullamaydi deya olmaysiz. Ular gullaydi. Chunki gulli o'simliklar bo'limiga kirib turibdi. Demak, tuguncha bo'ladi. Bularda tugunchaning ichida urug' kurtak ichida esa murtak xaltada tuxum hujayra va markaziy hujayralar urug'lanish jarayonida ishtirok etadi. Urug'lanish esa qo'sh urug'lanish, asosiy hodisasi qo'sh urug'lanish. Hozir ochiq urug'larda ko'rdik, tuxum hujayrani faqatgina bir dona spermika urug'lantirdi. Bu degani ochiq urug'lar uchun qo'sh urug'lanish hodisasi xos emas. Ochiq urug'lilar qo'sh urug'lanish hodisasiga uchramaydi degan ma'no bildiradi. Yakka urug'landi, ikkinchi spermik urug'lantirmadi. Endi ularning hayotiy shakli bo'yicha hamma hayotiy shakl bor. Daraxt buta, yarim buta, ko'p yillik, 2 yillik, 1 yillik o'tlar bor. Urug' palla bargiga ko'ra, ya'ni yer yuzasiga o'sib chiqqanda nechta urug' palla barg bilan o'sib chiqyapti, ya'ni har bir urug'ining ichida nechta urug' palla barg borligiga ko'ra bir urug' pallali va 2 urug' pallaliga bo'lamiz. 2 urug' pallalilar, burtagi 2 ta urug' palla barg unayotgan vaqtda shu 2 ta quloqcha bilan chiqadi. Bir urug' pallali esa bitta. Burtak ildizchasidan hosil bo'lgan dastlabki asosiy ildiz deyiladi. 2 urug' pallalida o'sib o'q ildiz, ya'ni asosiy ildiz tizimini paydo qiladi. Bir urug' pallalida o'smaydi va o'rniga popuk ildiz tizimi paydo bo'ladi, ya'ni qo'shimcha ildizlar chiqqani hisobiga. Barg yaprog'i patsimon yoki panjasimon. Patsimon yoki panjasimon bu 2 urug' pallalilar tomirlanish. Barg mavzusida ko'rganmiz. Barg yaprog'i bir urug' pallali esa parallel yoysimon. 2 urug' pallalilar yo'g'onlashishi mumkin, hammasi ham emas, yo'g'onlasha oladi. Ko'pchiligida bor, kambiy qavat bor. Bir urug' pallali esa hech qachon yo'g'onlashmaydi. Barchasi o'tpoya bo'ladi. Gul qo'rg'oni ham esimizda, 4 ta yo 5 tadan gul kosachasi ham, gul toji ham bo'ladi 2 urug' pallalilarda. Ya'ni murakkab gul qo'rg'on ko'pchiligi. Hammasi ham murakkab deb ayta olmaymiz, chunki oddiylari ham chiqadi. Ko'pchiligi lekin murakkab gul qo'rg'onli bo'ladi. Bir urug' pallalarda unaqa emas. Hammasi oddiy gul qo'rg'on. Hech qaysi murakkab gul qo'rg'on hosil qilolmaydi. Endi ular ham halqada 3 tadan bo'lib o'rnashadi. U qadar qalin emas.
Xo'p, endi ikki urug' pallalilardan boshlaymiz. O'zi ikkita sinf bor. Gullilarda demak, bir urug' pallali va ikki urug' pallali. Biz ikki urug' pallalilarni ikkinchi nom bilan o'qib qo'yamiz. Bu Magnolia Simon. Sistematika mavzusida buni aytgandik. Oxirida Simon qo'shimchasi bo'lsa, bu sinfni bildiradi. Ikki urug' pallalilar demak Magnolia Simon deb ataymiz. Ularning 340 ta oilasi bor, 175 mingdan ortiqroq turi bor. Bizga esa bor yo'g'i 9 dona oilasi beriladi. 331 ta oila haqida bizga ma'lumot berilmagan. Biz bor yo'g'i 9 ta oilani har bir qatorini yoddan tushunib yodlab olishimiz kerak bo'ladi. 175 mingta turi bo'lsa, bizga u qadar ko'p tur bermagan. Umumiy ikki guruh pallalardan o'simlik nomlarini sanab chiqsangiz, chiqsa 120 talar chiqadi. Uzog'i bilan u ham. Unchalik ko'p tur nom berilmagan. O'sha 120 tasiga erinmasdan faqat yodlab qo'yishimiz kerak. Bu degani 100 dan biri ham berilmagan degani. 1% ham berilmagan, lekin biz bunga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Bu oila birinchisi Ra'nodoshlar oilasi. Ra'no degani namatak degani. Namatakdoshlar desangiz ham bo'laveradi. Ra'no namatakning ikkinchi nomi, oddiy namatakning ikkinchi nomi. Xo'p, glukosachasi 5 ta, gltoji 5 ta, changsiz cheksiz, urug'siz cheksiz. Menimcha buni o'qiy olasiz. Bu qaysilarga tushadi qarang. Glukoscha, glutoj erkin 5 ta, changsiz erkin cheksiz, urug'siz erkin cheksiz. Bu Ra'nodoshlar oilasining ko'p urug'lilariga tushadi. Qaysilari urug'ni ko'p urug' hosil qilsa, demak ular urug'siz ham ko'p. Misol uchun namatak yoki maymunjon urug'i ko'p o'simliklarda. Hattoki olmaga ham tushishi mumkin. Endi ko'p ma'nosida emas, uniki 5 ta deb olinishi kerak o'zi. Glukosachasi 5 ta, gltoji 5 ta, changsiz cheksiz, urug'siz bitta. Bu bir danaklilar, ya'ni olcha, o'rik, shaftoli, bodom kabi o'simliklarga olsak bo'ladi. Ra'nodoshlar oilasi vakillari. Qayerda uchraydi? Oilalarning hammasini men sizga ra'nodoshlar misolida ko'rsataman. Qolganlarini qisqa e'tibor qiladigan joyini ko'rsatib o'taman. Ra'nodoshlarni batafsil tarjima qilib beraman sizga. Qayerda uchrashini birinchi navbatda, eng birinchi qiladigan ishimiz qayerda uchrashini yaxshilab yodlab qo'yishimiz. Shimoliy yarim sharning mo'tadil iqlimli mintaqalari, demak, aynan shimoliy yarim shar ekvatordan yuqori tomon, ya'ni shimol tomoni va mo'tadil iqlim bo'lishi kerak. Nechta? 3000 ga yaqin. Ortiqmi? Yo'q, yaqin turi bor. 3000 tadan ko'p emas ma'noni bildiradi. 3000 atrofida tur degani. Hayotiy shakl jihatdan daraxt, buta va ko'p yillik o't. Demak, qaysi hayotiy shakllar bor? Daraxtlar bor, butalar bor, ko'p yillik o'tlar bor. Qaysi hayotiy shakl yo'q? Yarim buta yo'q. 2 yillik, 1 yillik o'tlar yo'q ra'nodoshlarda. Endi mana shu gapni umumiy holatda qaytarsangiz bo'ladi. Ko'zingiz yumgan holatda yoki kitobga qaramagan holatda. Qayerda uchraydi ra'nodoshlar desa, Shimoliy yarim sharning mo'tadil iqlim mintaqalarida 3000 ga yaqin tur. Qanaqa hayotiy shakl? Daraxt, buta va ko'p yillik o'tlar. Mana bo'ldi. Endi barglari haqida gapiramiz. Har doim qayerda uchrashi va nechta turi bor va hayotiy shakli gapirilgandan keyin barg haqida gapiriladi, keyin gul haqida gapiriladi. Bargning birinchi turlari haqida. Yonbargchalik bo'ladi. Har doim hamma turida yonbargchasi bor. Ra'nodoshlar oilasi hamma o'simligining yonbargchasi bor. Va oddiy bo'lishi mumkin. Yonbargchali oddiy yoki yonbargchali murakkab uchbargchali bo'lishi mumkin. Qulupnayni misol qilib olsak bo'ladi. Yoki murakkab tog'patsimon bo'lishi mumkin. Namatakni olsak bo'ladi. Poyada navbat bilan o'rnashgan. Demak, ra'nodoshlarning bargi qanday ekan desa, hamisha yonbargchali, oddiy bo'lishi, murakkab uchbargchali bo'lishi yoki murakkab tog'patsimon bo'lishi mumkin. Va poyada har doim navbat bilan o'rnashadi. Endi ikkala gapni umumiy holatda gapirasiz. Ko'zingizni yumib, ya'ni bu oila yarim sharning mo'tadil mintaqalari tarqalgan 3000 ga yaqin turni daraxt buta ko'p yillik o'tlarni o'z ichiga oladi. Barglari yonbargchali, oddiy murakkab uchbargchali yoki murakkab tog'patsimon holatda ham bo'lishi mumkin. Poyada doimo ketma-ket, ya'ni navbat bilan o'rnashadi. Hech qachon qarama-qarshi halqa hosil qilish bargi yo'q. Mana shu holatda demak, bu ma'lumotni olganingizdan keyin keyingi ma'lumotga o'tasiz. Bu bitta oilani o'qish tartibini o'rgatyapman. Har bir oila mana shu holatda o'qilishi kerak. Gullar yakka-yakka, ya'ni to'pkul hosil qilmagan holat. Qaysini misol qilamiz bunga? Bunga behini misol qilamiz. Chunki yakka-yakka holat, ya'ni to'pkul hosil qilmaslik 3 dona o'simlik misol berildi. Binafsha, lola, behi. Bundan boshqalar ham ko'p, lekin bizga 3 tasi misol berilgan. Uchalasidan bittasi ra'nodoshga kiradi. Barg qo'ltig'ida o'rnashgan.
yakka bo'lib barq qo'ltig'ida o'rnashishi mumkin yoki uchta to'pgulda o'rnashishi mumkin. Yo shingil bo'ladi, yo qalqon bo'ladi, yo soyabon bo'ladi. Mana shu uchala to'pgulni hosil qilishi mumkin. Demak, to'pgul hosil qilmaydigan turlari bor, barq qo'ltig'ida o'rnashgan yakka yoki shingil, qalqon, soyabon shaklidagi to'pgullarda ham o'rnashadi. Endi va gullari ikki jinsli degani nima degani? Bitta gulda ham changchi, ham urug'chi bor degani. To'g'ri gul hasharotlar yordamida changlanadi. Demak, changlanish hasharotlar bilan bog'liq ekan. Xo'sh, sizdan so'rashi mumkin, shingil to'pguldagi ikki jinsli to'g'ri gullarni ko'rsating desa, siz o'sha randoshlar oilasining shingil to'pgullar vakillarini olsa bo'ladi. Yoki qalqonchada to'g'ri gul deyishi mumkin. Olishingiz mumkin o'sha olmani, nokni olishingiz mumkin. Ammo bexin olmaysiz, chunki bexin to'pgul hosil qilmaydi. Changlanish hasharotlar yordamida. Hasharotlar yordamida changlashni nimani bilib olamiz? Gullarning barchasi o'sha o'zidan nektar ajratadi, chiroyli bo'lgan gullar ekan. Buni ham demak, tepadagi gaplar bilan qo'shib yana bitta qayta gapirib ko'ramiz. Keyin gapga o'tamiz. Gulqo'rg'oni murakkab, to'g'ri, ko'pincha 5 a'zoli. Demak, gulqo'rg'oni 5 a'zoli degani glyukozchasi 5 ta, glutaji ham 5 ta degani. Va barchasi to'g'ri. Guli ham to'g'ri. Gulning to'g'riligini nima bildirardi? Gulini qayoliy chiziq o'tkazsak, ikkitadan ortiq teng bo'lakka bo'lamiz. Ikkita bo'lakka emas, ikkitadan ortiq. Barchasi to'g'ri gul. Glutaji 5 ta qo'shilmagan, ya'ni erkin, changchilari ko'p, urug'chisi bitta yoki ko'p. Bittaligi bir danaklilarni hosil qiladi. Shaftoli, o'rik. Bir danakli boya aytganimiz, ko'p danaklilarga esa malina, olma, nok kabilar, bular ko'p danakliga kiradi. Demak, bu uchala o'simlikni yoki shu kabi ko'p urug'li o'simliklarga gul formula chizayotgan paytimiz urug'chisini mana bunday cheksiz holatda qilib chizamiz. Bir danaklilarga esa mana bunday urug'chini bitta holatda qilib chizamiz. Mana rasmda qulupnayni mana urug'i ko'p. Urug' sirtida turibdi, mana ko'rinib turibdi. Olxo'ri bir danakli, malina, shaftoli bir danakli, malina bir danakli emas degan. Nok ko'p danakli, gilos bir danakli yoki olcha. Qarindoshlar mansub turkumlarni yodlab qo'yamiz. Tobulg'i, hayotiy shakl daraxt, olcha, hayotiy shakl daraxt, namatak, buta, olma daraxt, olxo'r daraxt, bodom, nok, shaftoli, kamxasta, gilos daraxt, qulupnay, ko'p yillik o't, maymunjon, buta. Bular turkumlari. Endi bular turlari bor. O'sha olcha bo'lsa, qizil olcha, sariq olcha kabi turlarga bo'linib ketaveradi. Ularni gul formulasini ishlatish juda ham qiyin. Sabab ularga kiradigan tur va turkum juda ham ko'p. 3000 ga yaqin tur bo'lsa, ular ko'plab turkumlarga kirgan va ularning gullarining tuzilishi ham yagona diagrammaga tushmaydi. Chunki hammasida ham bir xil emas. Hozir aytgandek, olmani urug'chisini ko'p deb olish ham xato. Olmani urug'chisi 5 ta. Odatda 5 ta deb olinishi kerak. Undan ko'p olish mumkin emas o'zi aslida. Ya'ni yuqori programmalarda shunaqa yoziladi. Tog' va to'qaylar namatak turkumiga mansub turlar o'sadi. Qayerda o'sar ekan namatak desa, tog' va to'qaylarda deb ma'lumot ayta olishingiz kerak. Turkumi namatak, turi esa oddiy namatak, ya'ni ikkinchi nomi ra'no. Bo'yi haqida gaplashamiz. Bo'yi 2-3 metr. Poyasi ko'p. Poyasi ko'pligiga sabab nima? Hayotiy shakli butaligi. Chunki butada bir nechta yog'ochlashgan poya tanaga ega degan so'z bor. Butalar hayotiy shakli. Shuning uchun poyasi ko'p buni. Va poyasi tikanli, sershox, demak shoxlari ko'p. Barglari murakkab, toqpatsimon, 5-9 yaproqchali, ya'ni bargi murakkab toqpatsimonligini aytdik, 5 ta yoki 9 ta. 5 tadan 9 tagacha. Nechilarni o'z ichiga oladi? 6-7 ni olmaydi, 7 ni oladi. 5, 7 yoki 9 ta yaproqcha bo'ladi. Chunki 8 bu juft raqam bo'lib qoladi. 6 juft raqam. Bu toqpatsimon bo'lgani uchun 5, 7, 9 ta barg hosil qilish mumkin. Iyun oylarida gullaydi, demak gullash vaqti yotlaydi. Gullari yirik bo'ladi, mana gullarni ko'rsak bo'ladi mana yerdan. Mana gullari yirik, och pushti. Gulida juda ko'p mana changchilar turibdi. Qator sariq bo'lib va tagida mana urug'chilar. Urug'chilarni urug' kurtaklari keyinchalik urug' hosil qilgan. Demak, urug' ko'pmi? Demak, urug'chi ham ko'p bo'lgan. Juda ko'p changchisi va urug'chisi bor. Xo'p, guli ham yirik, eni 8-9 sm. Glukozcha glutaji 5 tadan, rangi och pushtinlar aytdik. Mevasi to'q qizil ettor, uzunligi 2-3
santimetr tuxumsimon uzunchoq shaklda. 2-3 santimetr. Qarang, daraxtning uzunligi 2-3 metr edi, ya'ni daraxtni debman, kechirasiz. Butani, namatakning bo'yi 2-3 metr, mevasi esa 2-3 santimetr, ya'ni o'zidan 100 barobar kichik. Mevasi o'simlikdan 100 barobar kichik bo'lgan o'simlik desa, o'sha namatakni olishingiz kerak bo'ladi. Ichida juda ko'p qattiq urug'lari bor. Tarkibida darmon-dorilar inson salomatligi uchun zarur, limon kislota, oshlovchi va boshqa moddalar, ya'ni darmon-dorilar ko'pligi haqida gap ketyapti bu yerda. Tabobatda avitaminoz kasalligi, ya'ni vitamin taqchilligi deyiladi. Avitaminoz vitamin taqchilligini turlari borda. Avitaminoz bor, gipovitaminnoz va gipervitaminoz degan so'zlar bor. Gipovitaminnoz degani vitaminning kamayishi degani. Misol, gipovitaminnoz B desa, tanada B vitamin kamaydi degani. Gipervitaminoz bor, bu o'sha vitaminning ko'payishini olib keladi. Gipervitaminoz B bo'lsa yoki C bo'lsa, o'sha C vitamini tanada ko'payib ketdi normadan degan ma'no bildiradi. A vitaminoz B desa, B vitamini mutlaqo tanada yetishmaydi degan. Mutlaqo yo'q. Yo'qolib ketgan. Juda ozayib ketgan holatini A vitaminoz deyiladi. Demak, organizmda butunlay vitaminlar kamayib ketgan vaqtda vitamin tarkibida ko'pligi uchun namatakning mevasini iste'mol qilish haqida aytilar ekan. Xo'p, namatakning 13 ta turi bor, chunki namatak turkum. Madaniy atirgullarning yovvoyi turi hisoblanadi. Ya'ni hozirdagi barcha atirgullarni madaniy o'simliklar hisoblaymiz. Ularning yovvoyi turi esa namatak bo'lar ekan. Yer yuzida 10 mingga yaqin navi bor. O'zbekistonda 340 dan ortiq navi ekiladi. Bu yerda e'tibor qiling, nav so'zi kelyapti. Sizga notanish bo'lishi mumkin. Nav degani sun'iy yaratilgan degani. Ya'ni namatak tabiiy holatdagi o'simlik bo'lsa, undan yaratilgan sun'iy, odamlar tomonidan yaratilgan o'simliklar nav deyiladi. 10 mingga yaqin nav. O'zi oilada 3 mingta o'simlik turi bor. Bir dona namatakdan 10 mingga yaqin nav kelib chiqyapti. Agar navlari 3 mingta desa xato bo'lib qoladi. Chunki o'simlik turini o'zi 3 mingta. Bu yerda nav bitta dona turidan kelib chiqqanligi uchun o'sha 3 mingdan katta raqam chiqyapti. 340 tagina nav O'zbekistonda ekiladi. Endi 340 raqami oldin keldimi? Keldi. Ikki guruh pallalilarning joyda 340 ta oilasi bor edi. 2 marta 340 ishlatdik, bor yo'q. 10 mingnichi? 10 mingni ham ishlatdik. 10 mingta turi bor, qirqquloqlarning deb ishlatdik. Mana shu joylarni bir-biriga bog'lab yozib ketsangiz bo'ladi, yodlab ketsangiz. Olma, O'zbekistonda olma turkumiga mansub daraxtlar bular, hammasi hayotiy shakl daraxt. 5 ta turi bor. Olmaning turi 5 ta. Men ko'p olma bilaman-ku desangiz, siz ko'rgan olmalar ular nav hisoblanadi, ya'ni sun'iy yaratilgan o'simliklar hisoblanadi. Tur o'laroq 5 tagina turi bor O'zbekiston tabiiy holatda. Nok, guli va mevasi qaysi qismi o'xshashligiga e'tibor qiling. Guli va mevasi olmaga o'xshaydi. Hamma qismi emas, faqat guli va mevasi. Lekin olmada mevasining etida sklerat, ya'ni tosh hujayra. Qaysi to'qimaydi bu? Mexanik to'qimaydi. Mexanik to'qimasi o'sha meva etida borligi uchun olmadan farq qiladi nok. Nokning 7 ta turi bor. Nok, olcha, olma bular manzarali bo'lgani uchun, ya'ni chiroyli bo'lgani uchun ekiladi. Undan tashqari mevasi uchun ekiladi va asosiy yovvoyi holatdagilari, yovvoyi olma, nok, olcha chidamli bo'lgani uchun, sovuqqa, zararkunlarga chidamli bo'lgani uchun, qurg'oqchilikka chidamli bo'lgani uchun bulardan yangi navlar yaratishda, yangi o'simlik navlarini yoki chachishtirish va payvandtak qilishda foydalansak bo'ladi. Ko'p iste'mol qiladigan turlarimiz bor bizda: o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri, qulupnay, malina. Ya'ni biz o'zimiz yeydigan ravdoshlar oilasi vakillari haqida gap ketyapti. Ko'rib chiqqaningizdan keyin, oilani to'liq o'rganib olganingizdan keyin, siz keyingi oilalarni aynan shu oilaga taqqoslab, har bir ma'lumotini o'xshashligi farqiga qarab yodlashingiz kerak bo'ladi.
Ya'ni misol uchun qarindoshlar oilasi qayerda uchraydi? Yer sharining deyarli barcha qit'alarida o'sadi degan bo'lsa, randoshni bitta eslab olasiz. U Shimoliy yarim sharning mo'tadil mintaqalarida o'sar edi. 3000 ga yaqin turi bor. Randoshda ham 3000 ga yaqin turi. Ya'ni har bir ma'lumotni bundan ham randoshlarni o'qigan kabi o'qiganingizda, undan oldingi oilalarga bir taqqoslab hammasini bir yozib eslab chiqasiz. O'shanday qilib yodlasangiz, tezroq esingizda qoladi. Misol uchun hayotiy shakli 1 yillik, 2 yillik, ko'p yillik o'tlar. Randoshlarda qanaqa edi? Daraxt, buta va ko'p yillik o't edi. Ildizi o'q ildizi kelasida ham poyasi tik, barglari oddiy, yonbargsiz. Bularda demak qarindoshlarda yonbarg yo'q. Bargi butun yoki qirqilgan. Yoki yaxlit bo'ladi bargi yoki mana bu jarjar bargi kabi mana bunday qirqilgan holatda bo'lishi mumkin, lekin oddiy barg. Mana bu butun holati oddiy butun deyiladi. Pastdagi ildiz bo'g'izidagi barglar esa qirqilgan barglarga misol bo'ladi. Xo'p, bularni gullari to'g'ri, barchasini guli, barcha gul to'g'ri. Gul qo'rg'oni ham murakkab, ya'ni glukoschasi ham bor, gul toji ham bor. Endi glukoschasi 4 ta, mana gul diagrammasidan ko'rsasak bo'ladi. Glukoscha mana eng pastki qismida mana bu yashil qismi. Mana shu 4 ta kichik glukosachilari bor. Yashil. Gul toji ham 4 ta, mana sariq rangda. Changchisi 6 ta. 6 ta changchiga e'tibor qiling. Mana bu va mana bu tashqi halqada turibdi. Mana ichki halqada 1, 2, 3, 4 ta. 4 plus 2 yozilyapti shuning uchun ham. Halqada 4 ta, ikkinchi halqada 2 ta. To'xtalib joylashyapti. Urug'chisi bitta, mana markaziy qismida turibdi. Mana markaziy qismidagi bitta urug'chi ikkita urug'chi bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Lekin urug'chi soni desa sizga nechta olamiz ekan? Bitta olamiz ekan urug'chi sonini. Xo'p. Mevasi pishgandan keyin qanaqa meva hosil qiladi? Mevasi soni to'pkulni ham aytaylik. To'pkul mana bu esimizda bo'lsa kerak, shingil to'pkuli. Ya'ni uzun va ingichka gulpayada gullari navbat bilan bandi bilan navbatlashib joylashadi. Demak, mana bu shingil to'pkul. Mevasi ikki xil. Yo mana bunday qo'zoq bo'ladi yoki kichik holatda qo'zoqcha. Karam, qurtana, jag'jag rediskada qo'zoqdi. Ya'ni ikkita meva palla bargdan iborat, o'rtada to'siq bor. Mevalari ikki qator, urug'lari ikki qator bo'lib joylashgan. Mana bu qo'zoqcha, bu ham o'rtada to'siq bor, ikki qator mevalar joylashgan, urug'lar joylashgan, faqat qo'zoqdan farqi buning kaltaroqligi edi. Menimcha bu mavzu esingizda bo'ladi. Xo'p. Eng keng tarqalgan vakili mana shu jag'jag. Bo'yi kichikgina, mana 10-30 sm keladi. 30 sm tog' yonbag'irlarida, o'sha qirlarda, adirlarda uchraydi. Mana ildizni bo'g'zidan, ya'ni ildizdan chiqqan joydagi barglari qisqa bandli, mana bandi qisqa, qirqilgan yaprog'i, lekin oddiy barg. Bu yerdagilar esa bandsiz, mana qarang, bandsiz holatda birikib ketgan. Ikki xil barg hosil qiladi degani bu degani. Ikki xil barg hosil qiladigan ba'zi bir o'simliklar bor. O'shalar qatoriga kiradi bu ham. Barg ikki xil bo'ladi deb xulosa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qachon pishadi bu? Mart oyidan boshlab mayning oxirigacha gullaydi va qo'zoqcha meva hosil qiladi. Boya aytganimizdek, mevasi qo'zoqcha mevaga kiradi. Tarkibi o'sha yer usti qismidan ovqat tayyorlaydi, o'sha do'p barglaridan ovqatga ishlatsa bo'ladi, lekin undan tashqari buni tarkibida S va K darmondorisi bor. Darmondori deganda ya'ni vitamin nazarda tutilyapti. Vitaminlari bo'lgani uchun ovqatga solish mumkin. Olma va limon kislota bor. Namatakda qanaqa kislota bor edi? Faqat limon kislota va oshlovchi kislota bor edi. Bunda esa demak olma kislotasi ham bor ekan. Ko'k chuchvara, ko'k somsa qilinishini aytdik. Yer yuzi qismidan tayyorlangan. Yer yuzi qismidan yana dori tayyorlash mumkin, ya'ni qon to'xtatuvchi. Agarda o'sha yaralar bo'lsa, qon to'xtatuvchi dori sifatida ham foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari yana qaysi vakillari bor? O'zbekistonda karam, sholg'om, rediska va turp ham demak karamdoshlar vakillari hisoblanadi. Rang berishga, ya'ni qoshga qo'yiladi, bilasiz. O'sma qo'yiladi. 8 dona turi Qizil kitobga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga. 3-oilamiz bu sho'radoshlar oilasi.
Sho'rodoshlar oilasi Gulqo'rg'onni o'qishni bildingiz, qayerda uchrashi, e'tibor qilasiz. Buni endi qanday o'qish kerakligini bittalab to'xtab o'tirmayman, endi ko'rsatib o'taman. Aybga buyurmaysiz, ozroq sog'lig'im mazasi yo'qligi uchun sal ertaroq tugataman va vazifa beraman bu yog'iga. Sho'rodoshlar oilasini ham bittalab shoshmasdan o'qiysiz. U qadar murakkab emas. Faqat Gulqo'rg'on bu yerda oddiy va shuni eslab qoling, oddiy Gulqo'rg'on bo'lsa yo Gulkosa yo Gultoj bo'lishi kerak edi. Sho'rodoshlarda faqat Gulkosacha bo'ladi, Gultoj bo'lmaydi. Gultoj yo'q, faqat Gulkosadan iborat bo'lgani uchun oddiy Gulqo'rg'on deyiladi. O'sha poyasi, ildizi, hayot shakli, nechta son borligi, qayerda o'sishi, har birini undan oldingi oilalarga taqqoslab alohida qilib o'rganing. Umumiy bir marta oilani yaxshilab yodlab chiqqaningizdan keyin har birini qayta-qayta bir-bir taqqoslab ko'raverasiz. Har bir gapini undan oldingi oilada qanaqa edi deb bitta taqqoslayversangiz, ikkita oila bilan judayam zo'r esingizda qoladi. Xuddi oila shunaqa narsaki, esdan chiqib ketayotgandek tuyulaveradi, lekin esingizdan chiqmaydi u narsa. Faqat o'sha taqqoslashingiz kerak bir-biriga qayta-qayta. Xo'p, sho'radoshlar va mana bu rasmlar ham e'tiborga olinishi kerak va cherkezning qaysi qismidan dori tayyorlanishiga e'tibor qiling. Bundan ya'ni dorivor o'simliklar sifatida yo'lingizdan chiqadigan bo'lsa ham, o'simliklarni albatta qaysi qismidan qanday dori olinayotganini, dori nimaga ta'sir qilishini ham yodlang va qaysi qismidan olinayotgani va qanday tayyorlanayotgani buni oldin eslatdim sizga. 40 bo'g'imlar mavzusida alohida e'tibor qilasiz u joyga. Gulxayradoshlar, ya'ni 4 dona oila qo'shiladi bugun. 2 dona undan oldingi mavzu bilan 8 dona umumiy mavzu bo'ladi uyga vazifamiz. Buguncha ko'p bo'lmaydi, ertaga darsimizda kitob tugatamiz. Ya'ni hozir qanday aytgan bo'lsak, oilani misolini qanday aytgan bo'lsak, xuddi shunday o'qishga harakat qilasiz vazifani.